Hadi yaxshimi? Ya yaxshi bu. Biz ma kanat tushgan yezik kadrlari. Telefoningiz bormi, yo'qmi? Telefon bor. Telefoningiz bo'lsa, hozir ma torning taraqqiy qilishiga erishib, jamiyatimizda shu tor aldamchilik bek avjib ketibdi hozir. Shunga telefoningizga mana shu aldamchilikdan saqlangan bir APP ni tushirmasak bo'lmay ekan. Ne APP? APP. Telefoningizga tushirganmada detal app. Oy, şu APP, yani PP ni uqmaydim men. Meni ishimni qilib qo'yinglar, meni aql qatnay. Mal kevadim şöyle yapamsan meni yerim tillay taqsamliqqa. Bu yuqorining o'rinlashtirishi bizning xizmatimizga moslashib bering. Bu APP ni tushamisak bizni boshliq tillaydi, sizni yeringiz tillagan bilan. Mas istasan mas kevadim tugutishib beringlar. Men telefonni sizlarga beray, men kevadim tukkanda. APP tushiramisizlar, yani PP tushiramisizlar, nima qilsanglar qilinglar. Men kevadim tugutishib beringlar. Hey. Kevaz işlem kevazga bitam cho'lishib berib, bir odam bo'lsin tushib ketmaydimi? Bo'lasi, bir yerdan bo'lsin tushirlasin. Kel. Bu işiniz mi tügdi? Telefonunuzu verin ha. IP'ni tushirib berildi. Ha, baldırım. Midamni qilib qoldinglar, ne baldırım? Mana telefon nima qilsanglar qilinglar. Ya sizin telefonunuz mu şuma? Ha, maşu. Bayatın desiniz olmamtay. Öncelik telefon qilib, bir mo'ji chiqsa deb adamni. Tuting, tuting. Rahmat baldırım amisi.